Assalomu alaykum. Bugun kindik churrasi haqida gaplashamiz. Kindik churrasi ruschasiga aytganda pupочный grizha. Kindik churrasi bu qorin bo'shlig'ida eng nozik joylashgan qism bu kindik va uning atrofida hisoblanadi. Chunki bu yerda boshqa joylarga nisbatan muskullar va teri osti qavati yuqoriroq joylashgan. Xuddi joyda kuchli bosim, ichkidan tashqari kuchli bosim yoki og'ir yuk ko'tarish yoki boshqa birorta harakatlar va homiladorlik paytidagi bolaning kattalashishi natijasida bu joydan ichki organlarning ichak bo'lishi mumkin, chariq bo'lishi mumkin, ularning teri ostiga chiqib qolishi. Kindik churrasi ikkita turga bo'linadi. Agar kindik churrasi kichik bo'ladigan bo'lsa, bunda odatda og'riqsiz va ozgincha shish bilan bo'ladi va vaqt o'tishi davomida u tuzalib ketishi mumkin. Lekin kattaroq bo'lgan kindik churralari esa u joyga biror narsaning qisilib qolishi natijasida asoratlarni ham keltirib chiqaradi va buni odatda operatsiya yo'li bilan davolanadi. Belgilarga to'xtaladigan bo'lsak, kindik atrofida, kindik sohasida shish, og'riq va ko'ngillanishi va boshqa asoratlar bilan birgalikda kechadi. Uni aniqlash uchun xirurg qabulida bo'lish va ya'ni xirurg undagi shishni va boshqa yo'tal simptomi kabi simptomlarni aniqlash orqaligina amalga oshiriladi va bunga qo'shimcha ravishda ultratovush tekshiruvi va boshqa tekshiruvlar bilan aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Agar bu narsani o'z vaqtida davolanmasa, o'sha qismga birorta ichki organ qisilib qolishi natijasida keyingi asoratlar, peritonit yoki ichakning ma'lum bir qismini kesib olib tashlash bilan bog'liq bo'lgan asoratlar qo'shilishi mumkin. Oldini olish uchun esa sog'lom turmush tarziga rioya qilish va albatta qorin muskullarini mustahkamlash, sport bilan shug'ullanish yoki shu bilan birgalikda boshqa harakatlar bilan mustahkamlash natijasida oldini olishimiz mumkin. Eng yaxshi davo esa bu albatta xirurgik davo hisoblanadi va bu jarayonda kirib qolgan qism ichki organga qaytarilib, o'sha qismni tekislarga olib qo'yiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasallik haqida ozgina ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Rahmat.